Poytaxtimizda O'zbekiston kitobxonlari yurti shiori ostida an'anaviy Respublika kitobxonlik haftaligi o'tkazilmoqda. Ayni jarayonlardan muxbirimiz Inobat Matyoqubova jonli efir orqali ma'lumot taqdim etadilar. Assalomu alaykum, marhamat, siz efirdasiz. Assalomu alaykum, Jasur, aytib o'tganingizdek, biz to'g'ridan-to'g'ri reportajlarimizni O'zbekiston Milliy kutubxonasidan uzatyapmiz. Bugun bu yerda 5-Respublika an'anaviy kitobxonlik haftaligi start oldi. Darhaqiqat, kitob insoniyat tarixidagi eng buyuk ixtirolardan biri deyishimiz mumkin. Insoniyatni bugungi taraqqiyotini ta'minlagan va mana shu kunga yetib kelishiga xizmat ko'rsatgan eng asosiy ixtirolardan biri. Chindan ham shu bois ham bugun yurtimizda, mamlakatimiz rahbari boshchiligida millat yoshlarini, har bir fuqaroni kitob o'qishga targ'ib qilish borasida juda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda va ayni tadbir ham mana shu ishlarning amaldagi bir namunasi deyishimiz mumkin. Menda tadbir haqida ma'lumot olish uchun suhbatdosh bor. O'zbekiston Milliy kutubxonasi direktori o'rinbosari Nasiba Xoldorova. Assalomu alaykum. Bayramlar muborak bo'lsin, Nasiba opa. Assalomu alaykum. Bayramlarga xush kelibsiz. O'zbekiston kitobxonlar yurti shiori ostida bugun Respublika kitobxonlik haftaligi boshlandi. Bu 5-marotaba o'tkazilayotgan haftaligimiz respublika miqyosida bo'lib o'tadi. Bir vaqtni o'zida barcha hududlarda bugun ochilish marosimi bo'lib o'tyapti. Turkum tadbirlar o'z ichiga olgan bu haftalikda albatta fikrni charxlash, ma'naviy oziqa olish maydoni hosil qilinadi. Respublika bo'ylab taniqli ijodkorlar, kitobsevarlar, kitobga qiziquvchilar jamul-jam bo'lib fikr almashishadi. Dasturlarda turli tadbirlar o'rin olgan. Respublika miqyosida barcha kitobsevarlarni hududlar bo'ylab, qolaversa Toshkent shahrida muhtasham binoda joylashgan Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasiga men chorlab qolaman. Albatta, haftalik doirasida kitob yarmarkalari bo'lib o'tadi. Yangi kitoblar, issiq qaynoqqina tandirdan uzilgan yangi ijod mahsullarini olishingiz mumkin, tanishishingiz mumkin. Qolaversa, kitobxonlik haftalik doirasida Dream Park dam olish maskanida dam olishga chiqqanlar uchun ham kitob yarmarkalari, turli tadbirlar o'tkazilishi nazarda tutilgan. Parkent ijodkorlar dam olish maskanida ham haftaligimiz davom etadi. Milliy kutubxonada aynan haftalik doirasida turli ijodkorlar bilan uchrashuvlar, qolaversa kitobga oshno tashkilotlar bilan memorandum imzolashlar ham ko'zda tutilgan. Bugun aynan mana shu tadbirlarimizga start berilganidan biz barchani bu tadbirga chorlab qolamiz. Rahmat, Nasiba opa, siz to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Chindan ham kitobxonlik bu butun millatimizni bayrami, butun millat bayrami deyishimiz mumkin chin ma'noda va tadbir juda ko'plab tashkilotlar bilan hamkorlikda olib borilmoqda va ayni jarayonlardan biz keyingi dasturlar orqali yana ma'lumot berishga harakat qilamiz. Rahmat, Jasur. Hamkasbim Inobat Matyoqubovaga yetkazgan ma'lumotlar uchun rahmat deb qolamiz.